Assalomu alaykum YouTube ahli. Navbatdagi ishlarimiz mana 25 kW universal kotyolimizni dastlabki jarayondan amalga oshirmoqdamiz. Ko'p mijozlarimiz to'liqroq ma'lumot bering degan kommentariyalarda yozgan. Bugungi videomiz iloji boricha to'liqroq qilishga harakat qilamiz. Bu kotyolimizning 25 kW kotyolimizning old tarafida 3 ta eshik bo'ladi. Ya'ni kulni olish eshigi, cho'qim setkaning ustini ko'rish eshigi, ya'ni zapravka eshik. Tepadagi zapravka. 30-40 kg atrofida ko'mir sig'adi. Shu joyga yirik ko'mirni shu joydan solasiz, ya'ni. Bu tarafdan hakani solasiz. Hakaga yongan paytida yirik ko'mir solmaysiz. Yirik ko'mir yongan paytda hakaning reduktor motorini o'chirib qo'yasiz. Bu kotyollarimizdan orqa taraflarda, ya'ni orqa taraflarda 4 tane xot bo'ladi. Yani shu joydan yonadi alanga. Shu joydan yonadi. Tepaga chiqqandan pastga tushadi bir xot, balandga chiqadi 2 xot, yana pastga tushadi bir xot, yana balandga chiqadi. Keyin demaxotdan chiqib ketadi. Demaxotdan kelgan kondensat ichine kirmaslik uchun yo'llar qilingan. Bu kotyollarimizdan bosimga chidash uchun, ya'ni 2 bar, 1,5 bar bosimga chidash uchun tartqilar qo'yilgan. Uchlik istan qilingan uchun bu kotyollarimiz 2 bargacha deydi, 2 bar. Shuni e'tiborga olinglar. Agar siz 3 bar bo'lib ketishi mumkin bo'lsa, yopiq sistema bo'lsa, 4 mm lik listerdan qilishingiz kerak bo'ladi kotyolda. Ya'ni 4 mm deb zakaz berishingiz kerak bo'ladi. Bu kotyollarimizdan shu joylar ham 2 qavat bo'ladi, boshqa joylar ham 2 qavat bo'ladi. Eshiklar ham 2 qavat bo'ladi, eshiklar ham. Azbizni shnurlar qo'yilgan bo'ladi. Eshiklarda regulyovkalar bo'ladi bemalol. Podachi, obratga kerak desangiz, yo'q desangiz, podachi obratkani o'zingizga qulay joyini o'zingiz avtogencha qo'ydirgansiz yaxshi. Agar sizga plasmas sistema bo'ladigan bo'lsa, rezervadan qo'ydirib ber deb aytishingiz kerak bo'ladi. Telefondan murojaat qilganingizda, kelib zakaz berganingizda. Bu kotyollarimizni xonalariga kiritirish noqulay bo'lmasligi uchun shu joylardan bo'linadi. Avvalda yillar davomida kotyollar, reduktorlar, boshqalar to'zishi mumkin degan ehtimoli bo'lgani uchun shu joylardan ham ochiladi mana aka. Bu joydan ham ochiladi mana. Motor reduktorlar ham garantiyalari bor. Garantiyasi bo'lgan bilan to'zmaydigan narsaning o'zi bo'lmaydi. Hamma narsa buzilishi mumkin. 1 yil, 2 yil degan darrov o'tib ketadi. Bu kotyollarimizning o'nkirlari tutamaslik uchun rezinkalar qo'yilgan. Rezinka qo'yish joylari, bu joylarga rezinka qo'yiladi mana shu joylarga. Komplektida yesini yapmiga. Komplektida ventilator, qo'shar reduktor, motor miyasi bo'ladi. Miyalar ham yaxshi xomashyolardan ishlangan. Miyasida termostat, regulyator, ya'ni ventilatorning shamolini regulyovka qilasiz. Bu motorlar kuymasligi uchun 220 volt tok kelib turganini tushuntirish uchun to'qni ko'rsatadigan voltmeter degan narsa. Bu narsamiz ko'mir haydash kerak bo'lsa, restat degan narsa, ko'mir haydaysiz. Mana shu narsamiz eng ish bajaradigan narsamiz, vaqt deb aytiladi. Vaqt degan narsamizda mana 3 sekund to'xtab tur, 2 sekund hayday. Xalasangiz 20 minut hayda degan o'zingizning qo'lingizda soniyalar regulyovka qilasiz. Shu joylarda mana shu joyga ulanadi. Yana aytilmagan nu narsalar qoldi. Izohlarda yozib qoldiring. Nerini tushunmay turibsiz? Izohlarga javob beramiz. Kotyollarimizning hozirgi kundagi narxlari 25 kW 16 million so'm. Yaqin 200 km yerda dastlabkisi ichida 16 million ming. Bu eshiklarda ham tozalash eshiklari qulay bo'lib chiqqan hozirgi qopqoqlardan aka. Ko'p mijozlarimiz kotyolning ichida komplektida mo'ri bormi deydi. Oldingi videolarimizda mo'rlardan qo'shib akib bering deb mijozlarimiz aytgancha mo'ri berganmiz. Lekin 16 millionning ichida mo'ri yo'q. Zakaz bersangiz 1 metr 100 ming so'mdan mo'ri, o'steklik turbalar, hamma narsani komplekt qilib olib bera olamiz. Hamma narsa bor bizlarda. Kimga shunday kotyollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani, Mangu shahri kichik sanoat zona ichida. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like bosib qo'ying. Tanish bilsangiz kotyollar qiziqib turgan bo'lsa, shu videolarni jo'natib qo'ying. Tushunmagan savollarınız bo'lsa, izohlarda qoldiring.